Ekranda ko'rib turganingiz Belever kompaniyasining rasmiy savdo belgisi. Belever kompaniyasi Yaponiyaning Shiseido Seiki korporatsiyasi bilan 49 yilga shartnoma tuzgan bo'lib, bu shartnoma asosida dunyoda o'xshashi yo'q bo'lgan, insonlarning sog'lig'i uchun muhim bo'lgan mahsulotni 49 yil davomida bizning kompaniyamizga ishlab chiqarib berish uchun kelishilgan holda shartnoma tuzilgan. Sizda savol tug'iladi. Kecha seminarga borgan, taqdimotimizga borgan yoki bormagan insonlarimizda savol tug'iladi. O'zi qayerga kelib qoldik? Bu qanday mahsulot? Qanday iste'mol qilinadigan savollaringizga qisqacha javob berib o'taman. Demak, Belever kompaniyasiga mahsulotni ishlab chiqaradigan Yaponiyaning Shiseido Seiki korporatsiyasi mahsulotni Yaponiyadagi eng ekologik toza joylardan biri bo'lgan Okinawa orolining tagidan qazib olinadigan va marjonlarning orasidan ham eng sifatlisi, eng oliy navlisi bo'lgan oq shahzoda deb nomlangan marjonlardan qazib olinib, eng zamonaviy texnologiya, nanotexnologiya asosida bitta tabletka ko'rinishiga keltirilgan holda 60 ta dengiz mineralini 60 ta dengiz minerali bitta tabletka ko'rinishiga keltiriladi. Va bu mahsulotimiz insonlarning hujayralariga yetishtirilib berilmayotgan ozuqalarni yetkazib berish orqali inson organizmida 150 dan ortiq kasalliklarni davolashga muvaffaq bo'ladi degan talab bilan Yaponiyadan chiqarilgan edi. Bizning o'zbek xalqimiz bu mahsulotni iste'mol qilgandan keyin 210 dan ortiq kasalliklarni davolashga muvaffaq bo'ldi. Xo'sh, buning siri nimada? Hozir yuqorida aytib o'tganimdek, mahsulotimizning tarkibida 60 ta dengiz minerali jamlangan bo'lib, har bitta hujayraning ozuqasi hisoblanib, biz ozuqani har bir hujayraga yetkazib borishimiz hisobiga bizda shunday kutilgan va kutilgandan da ortiq natijalar kelib chiqmoqda. Bitta ikkitasiga to'xtalib o'taman, vaqtimiz juda ham kam. Chunki mendan ham ko'ra hozir siz juda ham bir yaxshi inson orqali yaxshi muhim ma'lumotlarni eshitib olasiz. Bittasini aytib o'taman xolos. Masalan, kalsiyni oladigan bo'lsak, inson organizmida yetishmayotgan kalsiyni siz tabiiy holda ozuqadan olishingiz mumkin. Faqat biroz murakkabroq, sababi 3 litr sut yoki ko'proq tvorog yesangiz olishimiz mumkin. Lekin biz bunday katta miqdorda ola olmaganligimiz uchun, mana shu hujayrani ozuqalari yetishmayotganligi uchun bizda kasalliklar soni ko'payib hamda yosharib ketmoqda. Demak, endi keyingi biz sizga boshqa mahsulotlardan, bizni aptekadagi mahsulotlardan farqini aytib o'taman. Mahsulotimiz 100% tabiiy, jahon talabidagi standartga ega bo'lgan, GMP standartini olgan mahsulotimiz. Bundan tashqari bitta tabletkada nafaqat kalsiy asosli dengiz minerallari jamlangan. Aptekadagi kalsiylardan farqlaydigan bo'lsak, aptekadagi kalsiy bilan ham bittaginasini sizga farqini aytib o'taman. Masalan, kalsiy gulkanat. Kalsiy gulkanatni siz kunlik dozadagi 1 gram kalsiyni olishingiz uchun 11 gram kalsiy gulkanatni iste'mol qilsangiz, sizning organizmingizga atigi 9,1% so'rilar ekan. Men afsus qiladigan joyini aytib o'taman. Shundan 90% qayerga ketadi degan savol tug'iladi. 90% ortiqcha qism sifatida tashqariga chiqib ketmas ekan. Bizni, demak, o'sha suyak qismimizga, o't tufagimizga, buyraklarimizga tosh bo'lib qolib ketish ehtimoli sinalgan va kuzatilgan. Demak, shundan farqini bilsangiz bo'ladiki, bizniki nanotexnologiya asosida ishlab chiqarilganligi, fosfopeptid qo'shilganligi sababi bizniki 97% ga so'rilish darajasiga erishilgan. Mana 100% tabiiy mahsulot, 60 ta dengiz minerali bor. Demak, mana shu xususiyatlari bilan boshqa mahsulotlarimizdan farq qiladi. Ana endi sizga tavsiya etmoqchi bo'lgan ikkinchi mahsulotimiz, shu bilan birgalikda ichiladigan egizak mahsulotimiz Coenzim QH deb nomlanadi. Plus laktobakteriya. Bilasiz, laktobakteriya inson organizmida ichak faoliyatini to'g'ri yurishi uchun faol xizmat qiladigan tabiiy modda bo'lishi kerak inson organizmida. Mana shu kamayib ketgan hisobiga insonlarimiz orasida ko'pchilikda ish qotish, gemoroy kasalliklari kelib chiqadi. Bu organizmga tushgandan keyin uni normada yurg'izib yuborish uchun xizmat qiladi. Yana bu mahsulotimizning asosiy vazifalaridan biri bizga energiya bag'ishlaydi. Siz qanday kun davomida aqliy mehnat qilasizmi, jismoniy mehnat qilasizmi, sizni deyarli charchatmaydi. Sababi tarkibida 2,6 kilogramm eng qimmat sardina balig'ining kuchi bor. Yana bundan tashqari bu mahsulotimiz
oyoqdagi, qo'llardagi shishlar va doimiy ravishda qishin yozin qon tomirlari yaxshi aylanmagani hisobida bo'lib qoladigan muzlangan holatlarni bartaraf etish. Demak, tiqin bo'lib qolgan qon tomirlarni ochib yuborish vazifasini bajargani hisobiga bu ikkala mahsulotimiz biz yuqorida aytib o'tgan chiroyli natijalarni ortig'i bilan bera boshladi. Demak, men sizga hozir sahnamizga shunday bir insonni taklif qilaman. Men aytib o'tgan mahsulotlarni sizda savol tug'ildi. Men qisqagina aytib o'tdim. Savollaringiz yordamida bu mahsulot haqidagi demak ma'lumotlarni ular o'zlari to'ldirib beradilar. Bu inson bu mahsulotdan shunday ajoyib natija olganlarki, go'yoki mubolag'a qilib bo'lsa ham aytsak bo'ladi, bu mahsulotdan qayta dunyoga kelganlar. Bu mahsulotni bu inson Alloh shu azobni, shu dardni, shu kasallikni berganlari uchun bu inson shukr qiladilar. Sababi shu mahsulot sabab boshqa insonlarni ham o'zlaridagi kabi dardlaridan forig' bo'lishiga sababchi bo'lib, butun O'zbekiston ahlini shu mahsulot orqali sog'lomlashtirish evaziga daromadga chiqarib kelayotgan, hozirgi kunda bir necha insonlarning minnatdorchiliklariga sabab bo'lgan, dasturxonlarining boshida duogo'y bo'lib kelayotgan insonlarimizdan biri. Izmurud komanda lideri Rufat Xudoyberganov Maqsudbayevichni taklif qilamiz. Qattiqroq gapirishga harakat qilaman. Ismim Rufat, familiyam Xudoyberganov. Haqiqatan shu kompaniyada, shu biznesda Izmurud komanda lideriman. Izmurud komanda lideri nima o'zi desangiz, sizga taklif bergan inson bor-ku belesatgana, o'shan tinch qo'ymang, nima deydi shu bola? Nima o'zi Izmurud komanda lideri desangiz, sizga tushuntiradi shu narsani. Va kompaniyadan pensiyaga chiqqan insonman. Oldin kasbim harbiy bo'lgan, SPRB maxsus bo'limida ishlaganman. 1 yilim 2 yilga yurgan, oyligim 5-6 milliondan tepa bo'lgan. Shu kompaniyaga sog'lig'imning arkasidan kelib qolganman. Hozirgi kunda modaga aylangan kasallik grija degan kasallik. Ana shu kasallikdan blokada olaverib, osteoporoz degan kasallikni o'zim chaqirganman. Shu belimdan past ishlamasdan, oxiri kalaskada o'tirib, shu maqsaddan natija olganman. Men ham oldin oldi soatni, qanaqadir biznes, pul aylantirish, unaqa narsalarga aralashib ko'rmaganman. O'zim ham, turmush o'rtog'im ham harbiy bo'lganmiz. U harbiy gospitalda ishlagan, men ishlaganman. Sababi har narsaga bir narsa sabab. Shu voyeniy gospital tekinga davolaydi voyeniylarni. 6 oydan medas motor bo'ladi. Bunda hammaning erkak kishilarning xabari bo'lsa kerak, ammani. O'sha yerga borsam men tekinga davolardi. Lekin bormasdim o'sha joyga. Nimaga? Sababi grija ekanimni bilsa, men istoriyama Negodin VDV beradi. Negodin VDV armiyada biladimi? Nima degani? Yaroqsiz degani. O'zim bilmagan holda meni o'z istoriyama Negodin VDV tushsa, men avtomatski prostoy podrazniga, oddiy bo'linmaga o'zim bilmagan holda perevod bo'lib ketaman. Prikazim chiqib ketadi. O'sha uchun qochib yurardim ulardan. Tushuntira oldim? Kasalligimni yashirib yurardim. Davosi bor grijani. Nima o'zi davosi? Blokada. O'sha blokada har 2013-yil boshlangan bo'lsa, 17-yil yilning oxirida, noyabr oyida Ucheneda Forij, Jizzaxlar bormi? 10 yilim Forijda o'tgan, Ucheneda, tog'da. O'shandan bu yoq ishlamay qoldi. Kecha bor edi u tadbirda komandirim Rinat degan bola bor, nukslik. O'sha bolaga doklad qildim, aka, meni yopib turing. Men taksiga chiqarib yuboring. Men davolanib yana qaytib kelaman dedi. Xo'p dedi, menga podechka qildi lekin. Hayotda yashashdan maqsad yaxshi yashash. Hech kim yomon yashayman deb bu dunyoga kelmaydi. Qo'shilasizmi? O'qituvchilar 4 yil o'qiydi. Menga o'xshagan voyeniylar, militsiyalar akademiyada 5 yil o'qiydi. Yuristlar, prokurorlar magistraturada 7 yil o'qiydi. Vrachlar 10 yil o'qiydi. Nima uchun o'zi o'qiydi? Yaxshi yashash. Bilim olishni. To'shna. Agar men yaxshi joyda o'qsam, yaxshi joyga ishga joylashsam, yaxshi daromad olsam, meni oilam, yaqinlarim yaxshi yashaydi degan fikr bor. O'shan uchun shoshit qilindi. Ya'ni orqasida manfaat bor. Tushuntira oldim? Mening ham harbiyda yiqqan, 12 yilda yiqqan
terganim bor edi. Bitta jentram mashinam bor edi. Bir ikki etaj uyim bituvdi. 10 ming dollardan lishniroq pulim bor edi. Ertaga pensiyaga chiqsam, xudo xolasa, xotinim bilan bitta supermarket ochamanmi, nimadir qilib bola chaqamni boqaman degan yiqqan tergan bor edi. Yashirmayman. Hammada shunday. Hamma shunday o'zi. Lekin ishonasizmi, o'sha Ves O'zbekistonda qanaqa vrach bor, qanaqa tabib bor, hammasiga turg'izaman degan bo'lsa, mana foyda. Turg'izaman degan bo'lsa, mana hayda. Nimaga? Samolyotga chiqolmayman, poyezdga chiqolmayman. Nimaga? Bizlarda kommentura bor samolyotda. Agar udostroveniya registratsiya bo'ldingiz, bilet oldingiz, reska u yoqqa doklad ketadi. Poyezdda ham shunaqa. O'shaning uchun faqat taksida vodiylarga, Toshkentlarga, Samarqand, Surxondaryo qanaqa tabib bo'lsin, vrach bo'lsin, hammasiga qatnadim. Oxiri bir vrach aytdi. Balkim sen qarg'ishagandirsan, men tushunmadim korоче dedi. Shu bilan komandirim telefon qildi, 4,5 oy bo'libdi. 4,5 oyda yo'qotgan narsamni aytaman. Xudoyim qanaqa berishni, qanaqa olishini men ko'rdim. Men bilmayman boshqasini. 4,5 oyda men tanishlarimdan, sog'lig'imdan, yiqqan tergamdan ayrilib bo'ldim. 1 oydan o'tganda boya 10 ming dollar tugadi mendagi. Keyin mashinamni sotdim. Oyoq qo'l ishlamayotganim mashina nima kerak? Keyin uyimni sotdim. Keyin odamlardan qarz so'rashni boshladim. O'zi bezor qildim yaqinlarim. Komandirim telefon qildi, "Urfat, seni doklad qilaman" dedi. O'sha 4,5 oy bo'libdi, endi men doklad qilmasam, seni tepadagilar bilib bo'ldi, kallam ketadi endi dedi. "Yo'q, rahmat aka, doklad qiling meni endi. Bo'lmasam uyga kelganda, gospitalga topshiring meni." Uyga kelganda qanaqa olib ketding aytaymi? Yonimga yotdi-da, ikki qo'limni shunday ushadi, shunaqa arqalab olib ketdim men. Sababi men ikki qo'limning kuchi yo'q edi, bo'yindan qisadigan, ikki oyoq bosh ishlashdan to'xtadi. Bir tarafim polni yotag'er edi, garshok tagimda edi. Shunaqa qoldi edim. Gospitalga aparib doklad qildi. Reska, Qoraqalpoqda gospital Toshkentga telefon qildi. O'sha kungi kechqurungi reys bilan samolyot bilan men chiqarib yubordi. Olib keldi, davlat xodimisiz. Shu Maksim Gorkiyda voyeniy gospital bor, SVG, sentralniy gospital. Siz davlat xodimisiz, tirnog'ingizning uchidan sochingizning uchigacha qabullab olasiz sizni. Nima bo'lgan? Keyin yotqizdi-da, 3 ta odam keldi. Bilasiz. Nima bo'lganini sizdan so'raydi u yerda. Nima bo'ldi? Qani boshini aytsa? Aytib boshladim, eshitib bo'ldi. Nima bo'lgan bo'lsa hammasini aytdim. Sen ahmoqsan dedi. Nima shuni sizlarga 5 oklad prezidentskiy oylik to'laydi. Daromad zo'r to'laydi. 6 oydan medosmotr qiladi. Nimaga shunga sen davolanmading, sog'lig'ingga qaramading? Men keyin boyagi narsani aytdim. Men 1 yilim 2 yilga yurardi. Oyligim yaxshi edi. Men 10 yilda pensiyaga ketardim. O'shaning uchun menga yoqardi u. Lekin sen sog'lig'ingdan ayrilib qolding-ku. Eng qimmat turadigan narsani yo'qotding-ku dedi. Bilasam shu kasallik qanaqa kasallik dedi. Yo'q dedim. Shu kasallik dedi. Davosi yo'q, osteoporoz degan kasallik dedi. U paytlari hozir osteoporoz juda ham ko'p, suyak yemirilishi. Shunaqa qo'rqinch edi u eshitganimda. Shunaqa menga ta'sir qildi. Shu kalaskada o'tirganda, shu kalaskani rishagi bo'ladi. Rishak kalaskalar bo'ladi. O'tir, dushmanman, marov ko'rmayman shuni. Itarsa, itariladigan kuchim bor edi ozgina. O'sha gapdan keyin o'sha qo'limni kuchi qochib ketdi. Nimaga? Insonning ruhiga ta'sir qilsa, uni duxini sindirsangiz, u insonga любой narsa qildirsa bo'ladi, tushunib yetdim. Ya'ni davosi yo'q degan narsa botamam tamom qildim men. Yana ko'mdi. Bo'ladi shunaqa. Men uchun yengishkaning uzilib, yuvanning yengishkarib qolgan payt edi. Bir ishingiz orqaga ketsa, kelishmasa, shunaqa kelaveradi. Izidan keyingisi, keyingi muammo, keyingisi bo'ladimi shunaqa? Qarang'i kunlar kelaveradi. Shunaqa situatsiya edi meniki. Bilmayman nimaga shunaqa. Bu payt endi bitta bilan gaplashasiz, Xudo bilan. Qayerda xato qildim? Kimni nariza qildim? Qayerda nomardlik qildim? Kimni haqqini o'g'irladim? Nimaga shunday menga jazo berdi? Hozir kunda lekin kasalliklar bemalol aytadigan bo'lib qolgan. U osteoporoz bo'ldi, infarkt u, insult. U payt osteoporoz degan kasallik 2017-yil vahima kasallik edi. Shu bilan meni Germaniyadan kelib davolaydigan bo'ldi, Indiyadan keladigan bo'ldi, u keladi, hech kim kelmadi.
Kundan kunga ahvolim og'irlashaverdi. Keyin bizlar uyga ruxsat so'radik. Unda sag'lasim bo'lib raport yozasan, o'zim roziman. Uyga ruxsat berayotganda, lekin bitta inson, o'sha insonni ko'rsam bir rahmat derdim. Shu inson menga ishonch berdi. Bir polkovnik neyroxirurg gospitalda Shevasi Tashkentskiy edi. Tashkent Shevasida gapirardi. Uka dedi. Aslida shu kasallik, davosi bor kasallik dedi. Lekin biz O'zbekistonda paka yo'q dedi. Aka, buning davosi qayerda bor dedim. Shuni davosi dedi. Germaniyada bor dedi. Meni bir tanishim bo'lib keldi dedi, davolanib keldi dedi. Borsam davolansam bo'ladimi men? Bo'ladi dedi. Summasi qanday bo'ladi dedim. Summasi hozir summasini aytaman, undan oldin qanaqa davolashini ham aytaman. Mana shu yerdan plata qo'yadi, Dumg'ozongacha plata qo'yadi dedi. Keyin sen oldingidan spespatrozda xizmat qilmaysan, lekin yurishing mumkin dedi. Yurish imkoniyati bo'ladi senda dedi. Потому что mana ikkita o'mirtqa senda blokada shu yerdan uravergani uchun o'zi Ashqar aslida ikkita diskda ushab turadigan nima deydi? Xirash, shemirchak. Shu amnisator vazifasini o'taydi. Shu ikki o'rtalikda suyuqlik bo'ladi dedi, organizmdan ajralib chiqadigan. Shu narsani sen дополнительный tashqaridan olavergandan keyin blokadan bir sagana necha marta soladi? 3 marta uradi blokadan. Eng yomon shu ikkita o'mirtqaning o'rtasida uradi. Sen hamisha tashqaridan 7 yildan beri olavergandan keyin ichkaridan chiqmaydigan bo'lib qolgan u dedi. Ana shu amnisator ikkita disk bir-biriga o'tirib, u bir-birini yeyishni boshlagan dedi. Shu narsa yo'q dedi. O'shandan keyin sen oyoq qo'ling ishlamayapti dedi. Bo'pti, bo'lmasam shunga davolanaman dedim. Qancha ketadi desam, $32,000 ketadi dedi. 2017-yil $32,000. 2017-yil $32,000 qancha pul edi? Menda u yo'q edi. Birovdan so'ragan bilan menga bermasdim. Shu bilan ko'zimga yosh keldi. Agar bo'pti, rahmat dedim. Shu gapingizga ham rahmat. Shuni davosini bor ekan. Agar menga Xudoyim chiqib bergan bo'lsa, baribir yo'l topilar. Bo'lmasam taqdirga tan berdim dedim. Shu bilan Qoraqalpoqqa ketdim. 12 yil, 13 yil ishlab harbiyda bilmas ekanman. Men aeroportdan tushib, onamni ko'raman dedim. Lekin voyenniy go'silda mashinani kutib oldi-da, reska nasalkadan mashinaga soldi-da, go'silga yana olib bordi. Nimaga shunaqa desam qorinimi? Dadasi, harbiylar hech qachon kasal bo'lsa uyga ruxsat berilmaydi. Ular o'lgandan keyin ruxsat beriladi. Tushuntira oldim? Tushuntira oldimmi? Ha. Agar harbiy odam kasal bo'lsa, og'ir ahvolda bo'lsa, uyga ruxsat yo'q. O'lgandan keyin ruxsat beriladi unga dedi. Go'sil gap ketdi yana men. Shundan bo'ladi-ku shunaqa vaqtlar. Men bilmayman siz qanaqa lavozimdasiz. Qanaqa ish qilasiz tashqarida. Qanaqa avtoritetsiz. Qanaqa imkoniyatlaringiz bor. Kuruk, daveriyangiz qanaqa do'stlaringiz, aka-ukangiz bor, men bilmayman, lekin shunaqa bo'lsa, Xudoyimning nazaridan chetda qolsangiz, qamagaysiz. Qolsangiz hech kim bo'lmaydi atrofingizda. Men ham qilganman shu ishlarni. Lekin o'sha paytda yonimda qolgan odamlarga aytaman. Ikkita farzandim, bitta xotinim. Unga ham Xudoga shukr. Shundan beri aytaman, uyda erkak odam bosh, ayol odam bo'yin deyman. Nimaga? Har bir narsaning tagida hikmat bor. Men bilmayman kimda qanaqa, lekin shunaqa ekan. Ey Xudo, nimaga shunaqa sharmanda bo'ldim? Nimaga forma kiyib yurib, oyoq qo'l ishlamay qoldi? Juda sharmanda narsa u. Nimaga shuncha oldin obro'y berding, endi hammasini qaytarib olding? Nimaga shunaqa sharmanda bo'ldim deb Xudoyimga men jalba qilardim. Endi meni onam qishloqda yashaydi haligacha, akamning qo'lida u. Men Nukusda shaharda qolganman, harbiy bo'lib. U 70 kilometrdan meni ko'rishga kelganda, yaxshi qari juda ham 70 ga keldi onam hozir. Butun umr davlatda ishlagan, medik bo'lib, feldsher bo'lib. Tizzasi, beli, davleniyasi bor, miyasi aylanadi, qayt qilgisi keladi, qo'li qaltirardi. O'g'lim, sen 3-etaj yotar ekansan, u meni ko'pi bilan kiritmaydi. Ovqatim bor, shuni tashab ketay.
Tashlab ketavering ana. Qara, nima kimdir olib kiradi shuni. Derdim-da, lekin yuragimga tukkan narsam bor edi. Agar shundan oyoqqa tursam, birinchi qiladigan ishim onam uchun sotib olaman degan. Sabab onam men shuni azizligini, yaqinlarim men uchun kim uchun yashashimligini shu kalaskada o'tirganda bildim men. O'sha kalaska olib kelib qo'ydi. Ya'ni hech kim bu dunyodan hech narsa olib ketolmaydi u yoqqa. U aniq, hech kim abadiy emas ham bu dunyoda. Lekin olib ketsa bo'ladigan tushunib yetdim. Yo'q olib ketsa degan narsa bor. Ishonasizmi? Aytaman. Siz qilgan yaxshiliklar, sizdan rozi insonlar, baxtli insonlar, siz sabab bo'lgan insonlarning duosini yo'qolib keta olasiz. Boshqa hech narsa. U yoqqa hamma ketadi, lekin qo'rqmasdan ketsa bo'lar ekan shu yoqqa. O'zi asli hech narsa qilmagan ekanman u kalaskada o'tirib. O'zim savol berdim. Ey Xudo, agar menga shundan shifo bersang, men bilmayman qanaqa gunoh qildim. Lekin shifo bersang, bundan buyoqqa inson zot uchun xizmat qilaman. Ularga faqat yaxshilik tataman. Balkim shu duom o'tgandir. Men bilmayman. Ishimga qaytdim. Onamga birinchi oyligimdan sotib oldim. Onamdagi natijani aytaman. Rozmisizlar? Yaxshi bo'lgandan boshlab onam bilan kuniga 3 mahal gaplashadigan bo'ldim. Shu narsani tushunib yetdim men. Oldin harbiy edik, endi bilasizlar vaziyatni. Harbiyda qanaqa? 3 mahal gaplashadigan bo'ldim. Har kuni kayfiyati yaxshi. 20 kunlarda onam aytib qoldi, bizlarda bug'doychilik, paxtachilik. Sentyabr oylari edi. Ulfat, o'g'lim, hozir senga bir narsa aytaman. Men uydaman, obed qilyapman. Ha, nima, yangilikmi, yaxshi narsami, yomon narsami derdim. Yaxshi derdi. 28 yoshimda velik haydaganim qiz paytim esimda. Lekin hozir 68 yoshdaman. 68 yoshdaman deyapti. Paxtadan qaytishda qishloqda qizlarning veligini haydab keldim uyga. Hozir ovqat yeb o'tirib esimga tushdi narsa. Sen menga nima berding? Men ham bilmayman nima ekanini. Lekin shunaqa narsa shundan shifo topdim. Men ham bilmayman nima ekanini. Bunaqa tushuntirishlar yo'q bu paytda. Shu bilan gaplashib telefon qo'yildi. Yaxshi bo'layotgandi, qaltirashlar yo'qoldi, davleniyasi yo'qoldi-da. Saqiri qaytdi. Beli tizasi yaxshi bo'lib, paxta terishga chiqqandan bilsangiz bo'ladi endi uni. Sizlarda ham shunaqa, butun O'zbekistonda sistema shunaqa, 4-sinfgacha bir o'qituvchi o'qitadi, to'g'rimi? Menda ham shunaqa. Ro'zapa meni o'qitgan. O'qituvchim. O'sha telefon qilib qoldi. O'g'lim, yaxshimisan? Alloh senga shifo bergan rost bo'lsin dedi. Lekin onangni ko'rdim dedi. Juda ham chiroylashgan, tetiklashgan dedi. Og'izdan tomizmasdan seni maqtayapti. Unga bir dorab bergan ekansan. O'sha dorini menga ham olib berasanmi o'g'lim dedi. Qishloqdagilarda ahvolni siz bilasiz. Qaysi qishloqda tug'ilgan bo'lsangiz, hammasini sharoitini siz bilasiz. Men ham aytdim, Ro'zapaning sharoitini men bilardim. Ro'zapa dedim, u qimmat dori dedim. Og'zimga urganday qildi Ro'zapa. Ey Rufat, sen nima deyapsan? Meni sog'lig'imdan qimmat turadigan nima ekan u dedi. Gapirmay qoldim. Ro'zapa, o'zi sizga nima bo'ldi dedim. Men 11-sinfim bitirib xizmatga ketganman, shu xizmatda ishlab qolganman. O'g'lim dedi. Sizlar maktab bitirib ketganingizdan keyin men insult degan kasallikka chalindim. Hozir meni chap tarafim umuman ishlamaydi dedi. Lekin Xudoyimdan so'raydigan narsam bir narsa. Meni hali bolalarim yosh. Ular maktabda o'qiydi. Men hali ularga kerakman. Xudoyimdan, ey Xudo, 12 yildan beri so'raydigan duoyimda bir narsa, sog'lig'imni qaytarib ber menga deb so'rayman dedi. Bo'pti, masalan, Ro'zapa, men sizga zakaz qilib beraman dedi. Men qila olmasdim, xotinim qilibdilardi. Xotinim qilib berdi-da, endi Ro'zapadagi natijani aytaman. Qaysidir tumanda uchini o'tkazayotgandi. Qayerda yengil ish bo'lsa, darsda ustida turardi, yengil joyga meni jo'natardi komandirim. O'sha payt Ro'zapa telefon qilib qoldi. Yig'lab telefon qildi. Birovga dori bersangiz qanday endi ahvol? Ro'zapa, nima, tinchlikmi? Bu xursandchilik, quvonch ko'z yosh.
Xudoyimning qo'li yo'q dedi. Bu gap Ro'zafani gapi. U tepadan tashamaydi dedi. Tushunib yetdim shuni. Nimadir, kimdir sabab bo'lish kerak ekan. Sen men uchun Xudoyimning qo'lisan Ulfat. Men 12 yildan beri so'raydigan narsani sen berding menga dedi. Sen sababchi bo'lding shu narsaga dedi. Men uyda devor ushlab yuryapman dedi. Ro'zafa yig'lab gapirdi. Men yig'lavardim. Sabab mening kasal bo'lganim esimga tushdi. U kasallikdan yaxshi bo'layotganini aytdi. Nimaga? Dardi birda joni bir. Siz kasal bo'lmagaysiz. Kasal bo'lib, siz dardingizni ikkinchi odamga aytayotganda u sog'lom bo'lsa, u hech narsa his qilmaydi. Tushuntira oldim meni? Sizning ishingizdagi dardingizni shunaqa kasal bo'lgan odam tushunadi, boshqacha tushunmaydi. Shu davom etaverdi. Bir kuni komandirim Rinat Abatbayevich keldida, "Senda gapim bor" dedi. Shunda qanday gap kirdi dedi. Bitta savol beraman, ha yo yo'q dedi. Bo'ladi, bo'lmaydigan aytsam bo'ldi. Harbiyda shunaqa. Qisqaroq qilasiz, lo'nda qilasiz. Meni mamam bilasan, do'stim dushman ko'p. Yangam bilan mening o'rtamda 10 yildan beri farzand yo'q dedi. Kim kecha kelgan bo'lsa, u bola kecha keldi. O'shanga foyda beradimi shu aytayotgan narsam dedi. Shunga natija beradimi dedi. Men xudo emasman, lekin ishga odam natija unatag'i men bir narsa deya olmayman, u sizga seryoz masala dedim. Lekin Rinat aka olishdi. Qizi Ferizat hozir adashmasam 4 yoshda. Nimaga qiziqishim uyg'ondi? Tushuntira oldimmi? Nimaga qiziqishim uyg'ondi o'zi? Shunaqa narsalar bo'laverdi. Men xizmatda edim. Bir kuni Toshkentga meni karta olib kelishga komandirovka jo'natdi. Endi pensiyada aytaversam bo'ladi buni. Karta bor-ku, xalita. Ikkita askar qo'shib berdi. Shu bilan Toshkentga ministerstvoga keldim. Vazirlikka. Kelsam u beradigan odam Vovoga, vodiyga komandirovka ketgan ekan 2 kunga. Shu bilan 2 kun Toshkentda qolib ketdim. Qalam Xudoyimni ro'para qilishni. Undan oldin menga Husan Boboxonov hozir kunda meni ustozim, sponsorim o'shandan telefon qildi. Rufat aka, sizning natijangizni eshitib, Vez Qoraqalpog'iston menga telefon qiladi. O'shalarga orqasidagi imkoniyatni tushuntirmaysizmi? Yo'q, tushuntirmayman aka. Men sog'lom bo'lganimni aytaman, lekin unaqa imkoniyatni men tushuntirmayman. Men organda ishlaydigan odamman. Menga bunaqa biznesga to'g'ri kelmaydi. Dedimda, menga desa prezident apparatida ishlamaysizmi dedi. Odamlarga yaxshilik bo'ldingiz. Shuni orqasida shu maqsadda tekinga olishdi. Nimaga aytish jazo emas-ku dedi. Shu maqsadda tekinga yeydigan yo'lni aytsang, u gunoh yoki jazo emas-ku dedi. Keyin o'ylandimda, menga to'g'ri kelmaydi dedim. Aka, nima gap o'zi dedim. Biznes bor-ku orqasida dedi. To'xtatolmadimda bir gap bilan shuni og'zini yopsammikan degan fikr keldi-da. Oldin Husan aka, men bir eshitasizmi dedim. Ha dedi. Meni xatnim oldin bitta kompaniyada ishlagan dedim. Nomini aytmay qo'yay sizga dedim. Lekin bo'lgan vaziyatda aytaman sizga realni dedim. Uyda stenkan ichida qaynonamning bergan bizni to'yimizda zirrak, tros, uzugi bor edi. Hozir uyda suv yo'q dedim. Tushuntira oldimmi? Qog'ozga o'rab aytdim odamga. Ya'ni odamlar pul tikadi, dori sotadi, odamlarni jalb qiladi. Bu shunaqa biznes. Grubiy aytganda unga bu mashinistva deganda qilib aytdim. U tanamadi. Adashyapsiz dedi. Men sizga ikkita rolik tashab qo'yaman, uni ko'ring dedi. Ha mayli, bo'pti aka deb telefonni qo'ydim. Shunday kontakt tagida cho'rniy bor. O'shanga tiqdim shu odamni. Blokka tiqdim. Lekin roligini ko'rdim borib. Xotinim bilan uyga borib kechqurun ko'rganimizda, haqiqatdan 100 dan ziyod insonga mashina bergan ekan. 20 ming dollar olgan, 50 ming, hattoki 100 ming dollar olganlar bor ekan. Zo'r. Bizlar ham yaxshi yashashni boshladik. Xola? Ha, bizlar Toshkentdan uy olishdi, shu tashqaridagi Pradoni oldik, Malibu uyli bo'lib, pulli yaxshi yashab ketdik. Lekin ertalab tursam, hali ham xotinim ikkalamiz uyda yotgan ekanmiz, xona bo'lib. Shunaqami? Bo'ladimi sizda ham zo'r bo'lib ketam. Men ham shunaqa havolandim boshida. Lekin yana shammadim. Taqdir taqozosini qarang, Toshkentga komandirovkaga keldim men. Toshkentda tanishim yo'q meni. Boyagi odamni kontaktdan cho'rniydan chiqardim-da, unga telefon qildim. Aka, assalomu alaykum, qayerdasiz? Yaxshimi? Zerikyapman-da o'sha 2 kun.
Xudo degan odam ekansiz dedi. Qayerdasiz dedi. Toshkentdaman dedim. Как раз dedi. Soat dedi 12da Drujmaning orqasida Navro'z degani bor. Shu yerga keng, shu yerda tadbir bor dedi. Kecha tadbirda qatnashganlar bormi? Malades. Hozir keyin o'tiring dedimi? Borsam tashqarida 100 dan ziyod mashina turibdi odamlarda. Yoniga bordim, yoshroqlarni, kattaroq emas, katta opalarim ekan. Yosh, o'zimga o'xshagan yosh bolalar. Uka bu yoqqa kel, tex pasportini ko'rsat dedi. Tex pasport bilan pasportni solib ko'rib, sapodayt, nechapadayt. 7 ta 8 tasini ko'rib chiqdim. Harbiyman-da. Ishonmayapman. Ko'rsatadi, basharama qarab ketaveradi. Ko'rsatadi. Militsiya emasmisiz deb qoldi o'tasi. Yo'q, militsiya emasman. Nimaga? Ishonmasligimda. Shunaqa keyin kirsam ichkariga o'ting dedi. Sizga emas o'ting dedimi? Joy berdimi men? Menga paxta qo'ysa yoqmasdi. Paxta qo'yganlarni mashinik deb bilardim oldin. Kirsam 2000 ta odam zal to'lib o'tiribdi ichkarida. Ana Cherali Jo'rayevning o'g'illari Shohjahonlar qo'shiq aytyapti. Eshikning oldida xuddi shunaqa joyda turdim. Aka, o'tmaysizmi? Yo'q, o'tmayman. Sen bemalol o'tiraver o'zing. Chekkada turdim. Nimaga? Ana 2000 ta odam men uchun mashinik edi. Xalqning pulini o'g'irlaydigan, shunaqa soldiradigan ular mashiniklar edi. Men uchun. Keyin boshlandi tadbir. Kecha berdi 10 tasiga mashina. Shunaqalarni berishni boshladi. Kimgadir mashina sovg'a qildi, kimgadir 20 ming dollar deganda qarashni boshladim. 20 ming dollarni bir buxorolik opa oldi. U vrach ekan. Opa shunaqa sho'q ekan, shu yo'qdan boshlab yugurib sahnaga chiqdi-da, "Mana 20 mingni oldim men 6 oyda" dedi. Endi vrachlar oladi-da dedim. Endi vrachning ishi shu-ku, bunga yozadi, oldiradi, oladi, boshqa nima qiladi? Shunaqalar qiladi hamma narsani o'zi dedim-da, yana stoykaga turdim. Keyin bitta opani chiqardi-da, o'qituvchi, samimiy edi, unga berganda 50 mingini. U samimiyroq gapirdi. Bo'ladi shunaqalar. Bir gapirsa ishongingiz keladi. Sal yumshadim lekin unga. Lekin keyingi chiqqan qiz shunaqa qiz yo'q shu yerda. Juda oriqda uchib chiqdi-da, shu oldi 20 ming dollarini. U aytdi: "Erimni, o'g'limni Rossiyaga qo'yavermasdan, mahallamdan chiqmasdan sayohatni ham, 10 mingni ham, mashinasini ham, 20 mingni ham biz 6 oyda oldik" dedi. 6 oyda oldik dedi xullas. Tushuntirdimmi? O'g'limni, erimni Rossiyaga qo'yavermasdan dedi. Mahallamizdan chiqmasdan, pashti uyda o'tirib dedi. 10 mingni ham, 20 mingni ham urdik dedi. Qo'lim shunday edi. Siz ham shunaqa bir arzimagan bir inson qilib qo'ysa, shu qilgan bo'lsa men nega qilmayman shuni? Shunda 6 oydasa, yana 50gini qolgan 6 oyda ursa, 1 yilda 1 milliard ishlayaptimi bular degan urib qoldi kallama. Qo'lim krest yozdirdim-da aka. Siznikida edi krestim, shunday o'tirdim. Shunday yozdirdim-da, arqam tabletga taqib o'tirdim. Qanday qilib 1 yilda bular 1 milliard ishlayapti degan o'zim savol berdim. Rozimisizlar? Men o'zim shu ishda boshladim. Keyin meni boya chaqirgan insonni izlashni boshladim. Yo'q, tushunsam. Keyin topdim-da, ertaga kel dedi. Men xuddi shu yerga kelganda shu narsani menga tushuntirib berdi. 2021-yil may oyida yengimni shimirdim-da, opa. Ishni boshladim. Menga u tushuntiruvdi. Qancha vaqt bo'libdi hozir? 1 yil 8 oy bo'libdimi? 1 yil 8 oyda nima qilganimni aytaman. 6 oyda otam yo'q, otam o'rniga insonga bitta mashina sovg'a qildim. 6 oyning ichida. 6 oyning ichida xotinim ham o'zim ham bitta mashina olib oldim. 6 oydan keyin uy oldim. Men sabab Qoraqalpog'istonda 10 mingdan ziyod odam shifo topdi. Ular insult, infarkt, sahar, davleniya, rak, oqqon men bilmayman. Menda uning kontakti bor hammasini spisiga. Lekin mingdan ziyod odamning uyiga 50 dollardan tortib 27 ming dollargacha daromad kiradi. Ya'ni siz ishlagan ishdan kasal odam kasalligidan qutulsa,
kambag'allikdan chiqib ketsa, bu yaxshi ishmi, yomon ishmi? Yaxshi ish ekan, savobli, sharafli ish ekan u. O'sha kalaskada gapni eslaysizlarmi? Agar menga Xudoyim umr bersang, men yaxshi ishlarni qilay. Lekin nimaga shunaqa to'pikka taqadi Xudoyim? Majbur qildi shuni ishga. Shu darini ishga meni majbur qilgan. Shuni orqasidan kelgan yaxshiliklarni qarang. Kecha 10 tasiga hafta bonus. Yana 10 tasiga unaqalar ko'p, juda ham ko'p. Hozir kunda bilmayman, ertaga 100 ga yaqin sayohatga ketyapti. Sabab shu bo'ldimi, opa, shu narsaga. Men lekin bir tiyindan to'laganim yo'q, lekin shu narsa bor deb aytib yaxshi ish qildim. Oldin noto'g'ri o'ylagan ekanman. Shu qo'shiladimi? To'ska bo'ladimi? Tushuntirib bersam rozimisiz? Mahsulotni tushuntira oldim. Savol yo'q mahsulotdan. Unda men orqasida biznes. Sizlarda shunaqa savol bor. Kompaniyaga ko'p odam taklif qilasan, dori sotasan, pul tiktirasan, bormi? Yo'q. Yo'q ekanini isbotlayman. Biroq diqqat, kim 1,5 hozir 100 ming dollarga chiqdim, pensiyaga chiqdim shu kompaniyadan 15 ming dollar. Mendan keyin ham ko'p bunaqa shogirdlarim oladigan. Lekin osmasman, bu biznesni men oldin qilmaganman. Lekin armiyada bir gap bor. Yes, sir. Tushuntirgan odamga aytdim. Nima tushuntirgan az aytaman, natijasini shuni qildim, shu natijaga yetdim. Agar shuni qilsam men ola olamanmi shuni dedim. Olasiz dedi. Aka, men tishlagan joyimni qo'yib yubormaydigan xarakterim bor dedim. Qilamanmi aniq dedim. Qilasan dedi. Men ishni boshladim keyin. Bo'lmasam siz rozimisiz? Mayli, men bir yil 8 oyda 100 ming dollarga chiqqan ekanman. 2 yilga rozimisiz? 10 mingni ham, 20 mingni ham, 50 mingni ham, 100 mingni ham olasiz. Rozimisiz? Lekin sizdan keyingi insonlar ham shuni oladi. Hamma oladi shuni. Основатель kompaniya Nikolay Nikolayevich kompaniya yaratgan inson. U Dubayda yashaydi. O'sha inson bilan ko'rishganda men aytdim, qila olamanmi shuni? Bo'ladimi? Bo'ladi, g'ajaqsi qildi. Undan keyin uxlamadim men. Hayotda yashashdan maqsad yaxshi yashash. Yoshlar meni eshitayotgan. Men bilmayman qanaqa ish qilasiz. Balkim tadbirkorsiz, boshqasi. Lekin men ham qolayman otamni haji qilishdi. Men ham qolayman otam bo'lsa, men bilardim nima qilishni, lekin hozir pulim bor, u yo'q. Vaqt o'tguchi. Uning qadriga yet. Unga ulgursin. Mahsulotning sanasi qancha ekan? 360. Keling, registratsiyasi bank xizmatlari bilan 370 deyman. Rozimisiz? Sababi mana u yuqmayapti-ku, mana qalam. Nimaga? Bitta opaga tushuntirdim. Onam qatar edi. 360 dollar deb tushuntirdim. U 360 dollarni ko'tarib keldi, menga o'rgat dedi. Kecha keldi u, bronzasini taqdi. Bankka borsam menga 370 ga tushar ekan. Nimaga? Naqd pulni plastikka solib, plastikdan vizadan elektron pul qilaman deganda nima qiladi? Kurs o'ynar ekan. Lekin u opaga ayta olmadim. Sababi men unga 60 dedim, kistamdan ketdi. Endi prosta siz ham shunga noto'g'ri qo'ymang deb shuni to'g'riroq konkretni sizga yaratib beray. Rozimisiz? Lekin agar aytganini qilsangiz, men bilmayman. Opa, balkim keyin ko'rishganimizda siz Malibuda o'tib ketarsiz yonimdan. Bip desangiz men xursand bo'laman, afam. Men aytganda tushunib qolgan ekan. Da xursandman. Shu men eshitgan bolalar kecha bittasi otasini haji qilayotgan ekan. Juda ham xursandman men undan. Qaysi otasina mashina sovg'a qilayotgan ekan. Men juda ham xursandman ulardan. Ulfat aka, ishondirdingiz, lekin qildim. Mana otama mashina sovg'a qilyapman, o'zi berdim dedi kecha bittasi. Juda men xursandman, shunaqa insonlar bo'lsa, ko'paysa aramizda. Nech kishi otasini hajiga jo'natdi? Nech kishi? Yo'q. Nech kishi otasiga mashina sovg'a qildi? Yo'q ekan. Bo'lmasam bundan bu yoqqa qilamiz. Rozimisizlar? Ular sizni bor yo'g'ingiz uni qadriga yeting. Ikkita eshik bor shu yerga kirib keladigan. Kimdir kasallik tarqasidan keladi menga o'xshab. Kimdir men otama mashina sovg'a qilaman, otanamni hoji qilaman deb keladi. Tushuntira oldim? Farzandlarimga yana narsa ulashtirib ketaman. Mendan bir narsa qolsin ularga. Yaxshi laylarda o'qitaman, ularni kamalga yetiraman deb yaxshi niyatda keladi. Kimdir kasallikning orqasidan keladi, kimdir imkoniyat izlab keladi. Ikki tarafdan keladi odamlar. Buni nimaga chizyapman? Bayog'i 3 ta savolingizga javob masalada sizga yo'q. Ko'p odam kerak emas shu biznesga. Maqsad sotish yo'q.
pul tikish yo'q. Bu siz. Rasmingizni ham chizib qo'yay. Xursandsiz shu yerga kelgan. Nimaga? Savobli, sharafli ishni qilishga keldingiz shu yerga. Shunaqa tushuning? Xuddi shunaqa tushuntirgan menga ham. Bu 4 ta inson sizni krug daveriyangizdagi inson. 4 ta inson, ya'ni ishonch ta'siri dairangizda u qanaqa inson? Eshiting. U inson shunaqa insonlar, hech qachon siz yo'q deb ayta olmaydigan insonlar. Bor-ku shunaqasi. Kim edi akasimiz? Farruq aka, assalomu alaykum. Bir menga $400 berib turing desa, jinnimiz, o'zimga kerak shu. Deysiz, da? Lekin kechasi soat 2 da bir kishi sizga Farruq aka, uzr, uyquzda bo'ldim. Akajonim, yaxshimisiz? Charchamasdan. Menga ozgina yordamingiz kerak bo'lib turibdi. Srochno menga $400 kerak bo'lib qoldi. Bo'lmasa sizga kechasi telefon qilmasdim aka. Nima, tinchlikmi? O'zing boshing amonmi? Deysiz. Hammasi joyidami? Ha, pul bo'lsa taplar uka. deydigan joyingiz bor. Ertalab kelsa perjoyat qilasiz, shu odamga $400 topib berasiz. Shunaqa insoningiz bor. Tushuntira oldim? U ishonch ta'siri dairasi. Borki uni yaxshi ko'rasiz, u kambag'al, boy, o'qigan, o'qimagandan qat'iy nazar, siz uni ko'rganda kulib quchoqlasasiz. Yaxshi ko'rasiz, u tiqib bo'lgan joyingizdan beradigan insoningiz bor. Mana ol, ishlat shuni. Tushuntira oldim? Shu insonlar, boshqasi emas bu. Ko'pchilik ko'cha Damasda ko'rib qolgan ham marshda kompaniyaga keldi. Yo'q, sizda o'zi tayyor odam. O'sha odamni toping, krugda beringizlar. Tushuntira oldim? Lekin mana siz aytadi. Farruq aka, uzru, men sog'lig'im joyida, o'zim biznesim bor. Deydimi? Deydi. Lekin sizga yo'q deyolmagan uchun u shuni ichib ko'radi, Farruq aka. Mana bu bor. Ko'p odam tashiydi. Bu yerda boshliq yo'q. Hech qanaqa boshliq yo'q bu yerda. Rahbar yo'q, bu erkin biznes. Tushuntira oldim? Umuman rahbar yo'q. Erkin biznes bo'lgan uchun, lekin to'g'ri, noto'g'ri narsani aytib ketish bizning vazifamiz. Men 4 ta emas, 40 tap kelaman, menga 1 yilda bitta mashina bilan bitta uy bo'ladigan bo'lsa, sayohat bo'ladigan bo'lsa, $5000 oylik daromadga chiqadigan bo'lsam, pashka odam bor deydi. Bizni musulmonga shunaqa bir chiziq chizib, bu yoqqa o'tma, noto'g'ri desangiz agar, hozir shu yoqqa o'tib ketadi. O'tib, nimaga ekan shu o'tib ko'ray, nimaga shunday dedi u? O'tadi shu yoqqa, opa. U ko'p chaqiradi, kompaniyaga chaqira berish kerak ekan deb chaqiraveradi u. Tez natija. Lekin 10 ta bola tug'dirib, baba, 10 tasini ham akademiyada o'qitib bo'ladimi? Yo'q. Ora borsa 3 tasini o'qitasiz. Birinchidan sizni vaqtingiz yetmaydi. Mana shu ham keyingilarga yetmaydi. Ikkilasi yetgan bilan energiyangiz yetmay qoladi unga. Tushuntira oldimmi? Charchaysiz. Kuch bilan hammasini o'qitgan bilan ularda sifat bo'lmaydi. 40 ta odamni bu yerga olib kelgan bilan 40 tasini siz mashinaga chiqara olmaysiz. Nima yo'qoladi sizda? Ishonch yo'qoladi u odamlar bilan siz. Men chaqirdim, mashina mindirmadi shu bola, shuncha va'da ber. Deydimi ertaga sizga? Deydi. Lekin mana shu odam bor. Bu ko'p chaqiradi. Samasiyatni boshliq yo'q, qo'y degan bilan qo'ymaydi. Meni vaqtim yo'q. Pulim bor. Pulim yo'q. Vaqtim bor. Tushuntira oldimmi? Shunaqa tayfalarim bo'lar. Mana shu odam bor. Farruq aka, haqiqatan shu bola 1,5 yilda $100,000 ga chiqqanmi? Rosa, menga shuni tushuntiring, keyin oldimdan qashin deydigan odam bor. Agar shu bola qilgan bo'lsa, men qilaman uni deydi. Keling shularga, bular lekin menga ishonmaydi. U sizga ishonadi. Sizning ishonchlaringiz. Lekin sizdan texnika so'raydi. Kim o'tgan shu yo'ldan deydi. Nimaga? Az bobom uyga qaytsa, to'g'ri uyga boradi. Lekin men bobom uyga mehmonga boradigan bo'lsam, baba, o'ngga medi svetofordan, chapga medi deb so'rayman. Ya'ni oldin siz medinistda 10 yil o'qigan bilan, o'sha siz ishlayotgan kasalxonada siz ustozingiz bor, etagidan yopishib yurgan. Nima qilish kerak edi o'zi? 10 yil o'qib kelgansiz bo'lmasam. To'g'rimi? O'shaning uchun ham alhamdulillah hamma musulmonmiz, 5 vaqt namoz o'qiymiz. To'g'rimi? Kitobdan o'qigani tez o'rganadimi? Yo akasining yonida birga taqarat qilib, birga niyat qilib sajdaga yiqilgani tez o'rganadimi? Amaldagisi, o'shaning uchun ham amaldagilarni tezroq ustoz deb tanab ketadi ular. Tushuntira oldim? Tak, 4 tasi menga ishonmaydi, sizga ishonadi. Sizning ishonchingiz men texnikam. Kelishdik?
unga o'rgatadigan odam kerak nima qilishdi. Bir haftadan vaqt beraman. 5-odam kerak emas, 1 oy bo'ladi. Yetadimi? Chaqirmang 5-odamni. Mayli. 1 oy bo'ladimi? 2-oy. Hasan keling shu egizak. Bu 4 talasiga ham tushuntirdim. 4 kishidan taklif qilish kerak ekan. Hozir bu yerda summa chiqadi o'zi. Kimdir ko'p chaqiradi, kimdir bu ko'p chaqiradi, bu chaqirmaydi. Bu ham ko'p, bu ham o'rtacha. Demayman. Kimdir qo'yig'i, kimdir suyug'i. Sizga plus. Plus u sizga. Yashirmayman, u plus ko'p chaqirsa. Lekin uni natijaga chiqarish bor. Mas'uliyat degan narsa. Keling shular 4 tadan qildi deyman. Ko'p, kam demayman, o'rtacha. Kimdir qo'yig'i, kimdir suyug'i. Razmisiz? 2-oy qancha bo'ladi? Shunday bo'ladimi? Joy darajasi qishlaqshab tushuntiryapman, oddiy qilib. Luboy odam buni qiladi. Oson ekan. Juda ham oson ekan. Hozir tish tirnog'im bilan yopishgan, ulguray deyapman. Ulguray hammasiga deyapman. Endi 3-oy, mana u chaqirmasin, bo'ldi, bular chaqirmasin, bular boshqa natija bilan shug'ullansin. Nimaga? Unga o'rgatsin u, o'rgatsin unga. Baliq tutib beravermasdan, baliq tutish qanaqaligini o'rgansin. 16 ta 4 tadan qildi. Buning ham ichida bor, kasaldan kelgan, kimdir biznesmen, kimdir ko'p chaqiradi, vaqti chaqirmaydigan ham bor. Men qo'shilaman unga. Nechta bo'ladi 4 tadan deyman. 64. Keling vaqtimiz zamay 4-oydan hisoblaymiz. Qancha bo'ladi 4-oy? 128 ga 128 256. Xo'p, shu yerdan qaytaman. Endi menga ko'magingiz kerak. Baba. 4 ni 16 ga qo'shsam 20 bo'ladi. 20 ni 64 ga qo'shsam 84 bo'ladi. 84 ni 256 ga qo'shsamchi? Shunday bo'ladimi? Birinchi qatordagilarga savol beraman. Kim edi akasingiz? Akram aka. 340 dan primerni nechtasi sizniki? 18 tasi, 40 tasi, 50 tasi, 70 tasi, nechtasi sizniki? 18 ta. 18. Aka siznikichi? 18 ta. Siznikichi? 18 ta. Siznikichi? Endi birov aytgan aytavering-da, Farruh aka. 20 talar bormi? Aha, opa siz? 25. Aha, sizniki? 30. Baba sizniki? 32. Aha, sizniki aka? 20. Sizniki aka? Ben tushunmadim savolingiz. Siznikichi? 340 dan nechtasini siz chaqirdingiz deyapman. Ha. Mana u siz. Mana 4 ta sizniki. 340 ta emas. Komandamda 10 mingdan ziyod odam bor. Men 9-odamni yaqinda chaqirdim. O'zingiz 9-chisiman. Men 9-odamimni chaqirgandim. Endi yaqinda chaqirdim uni. Tushuntira oldimmi endi? Endi pulni kompaniya har bir loyihasiga $7 pul to'laydi. $7, $14, $21. Bo'lmadi deb eng pastidan hisoblayman, $7. Rozimisiz? Bir tarafidan oylik daromad to'laydi. Ikkinchi tarafidan sovg'alar beradi. Tak. Mayli bir tarafini hisoblamayman, 50% ni hisoblamayman. Ikkitan sanga $7 da $14 bo'ladimi? Da. Ikkinchi oy. To'g'rimi? 20 bo'ladi, 20 ni o'rtasidan bo'lsak 140 da 70 bo'ladi. Ikkinchi oy. Общий 84 ni 5 7 ga ko'paytirsa 588, 2 ga ayirsa qancha bo'ladi? 588 ni 2 ga bo'lsa, kalkulyator bormi? Точно? 294. 3-oy. Shu yerlarda sizda ishlashni boshlaydi lekin. Mana shu narsa. Shungacha sizda shubha bo'ladi. U bola Qoraqalpoqdan kelib hammamizni
aldab ketmadimi? Shubha degan narsa birinchi bo'lib keladi kallaga. Lekin u daromad o'sgan sari sizda yurishingiz, kiyishingiz, ish-yeyishingiz, madaniyatingiz o'zgarishni boshlaydi. Sizga yo'q deb turgan insonlar cho'ta yomon o'zgaryapsiz. Nimalar bo'lyapti o'zi deyishni boshlaydi. Tushuntirdimmi? Sababi yaxshi yashash ko'pchilikka yoqadi, u o'zgarasiz. Men ham oldin bunaqa galstuk taqadigan bola emasman. Qancha bo'ladi? 347 ga ko'paytirsa 2380 bo'ladi. 2 ga ayirsa qancha bo'ladi? 4760. 2380 ni 2 ga ayirsa qancha? 190 dollar. Yomon emasmi? 4-oy bo'lyapti bu. Endi eshiting. 15.000 dollargacha oylik daromad to'laydi kompaniya. Menga shunaqa tushuntirdi. 15.000 dollar og'zim bir chekkadan chiqib ketmadimi, aka dedim. Ishonmadim. Lekin qilsa bo'ladi ekan dedim. Uka, men olyapman mana deb ko'rsatdi ham, shotni ham ko'rsatdi. Men ham ko'rsatsam bo'ladi. Lekin menda ishonch paydo bo'ldi shunga. Sababi, потому что yana 13 yil men xizmat qilmasdim. Yo'qotib bo'lgandim men bu narsani. Lekin endi meni o'g'lim, qizim bor, yaqinlarim, obro'yim bor tashqariga chiqqandan keyin endi tushuntirdim? Bir narsa qilishim kerak edi. Bu oylik daromad. Endi buni qo'shib oylikdan oylikka yashaysiz. Oylikning belini sindiradigan joyi bor. Nimaga odamlar bu yerda tez natijaga chiqadi? Nimaga 13 yilda qilmagan narsamni, enamning tushiga ko'rmagan narsani men 1,5 yilda qildim? Nimaga? Xudoyim bersa shunday bo'ladi. Xudoyimning bergani bugun shu yerda o'tirib eshitayotganing. Qayerda bo'lsang, shu yerda bo'l degan gap bor. Maktabda o'qituvchi hammaga tengday dars beradi. Kimdir 5 ga, kimdir 2 ga o'qiydi. Darsda o'tirib, o'qituvchining diqqat bilan eshitgan o'quvchi u 5 ga o'qiydi. Uydagi obetini o'ylayotgan o'quvchi biroq 2 ga o'qiydi. Nimaga? U yerda bo'lgan bilan u xayoli uyda. Agar bugun 100% olayotgan bo'lsangiz menga o'xshab, men unda kallam kundada xudo emasman, lekin olayotgan bo'lsangiz, mendan ham tez qilasiz shuni. Inson qilgan ishni inson takror va takror qiladi do'stlar. 16 ta bo'lganda boshidagi 370 sizga qaytib keladi. Qaytib maqsad sotib olmaysiz. Tushuntirdim? Tekin boshida pul sizga qaytib keladi. 50 ta bo'lganda shu yerda kompaniya beradigan dam olishlar davlatlarga, masalan, kecha Dubayda berdi. Maldiv turibdi hozir sizlarga, Maldiv. Bir haftaga sayohat. Maldivga bordim. Kandima degan orolga bordik. Keyin shu yerda menejerda o'tirganda senalari yozilgan. Oilaviy borib 10 kunga dam olish 24.000 dollar ekan. Men lekin oilam bilan shu yerda tekinga dam oldim. Hammaga nasib qilsin shunaqa dam olishlar. 29.000 dollar. Endi eshiting. Lekin 50 tasidan siz nechtasini taklif qiluvdingiz, opa? 4 ta. 4 ta. Faqat texnika. Ya'ni qanaqa narsa? Chempion bola kelsa agar men shu ukam bilan hozir shu yerda ayqashsam, 10 minut ayqashaman, urushib qolsam. Lekin chempion boksyor kelsa 3 sekund. Nimaga? U texnikasini biladi, u yo'ldan o'tgan, u shug'ullangan shunda bilan. Tushuntirdim? O'shaning uchun sizga o'rgatayotgan inson bo'lsa, uni qiling, sizni hayotingiz o'zgaradi. Uniki emas, sizniki o'zgaradi. Sizni yaqinlaringiz yaxshi yasha. Eng qizig'i, uyda qora qozon yaxshi qaynamasa, u uyda baraka bo'lmaydi, do'stlar. 120 ta bo'lganda, lekin 120 ta nechtasi sizniki? 4 ta chaqirgandingiz, e'tibor bering. 8.000 dollar. Shu yerda avtobus ham bor. Sababi siz bu yerda 10.000 dan ziyod daromad kirayotgan bo'ladi. Oylik daromadingiz bilan любой mashinada ursa bo'ladi. Tushuntirdim? Tak. Общий 340 bo'lyaptimi? 300 ta bo'lganda 20.000 dollar. Bu payt oylik daromadingiz 3.000 dan 5.000 gacha bo'ladi. Yomon emasmi? 4 ta olib kelganingiz, boshqa olib kelmasa o'shani to'xtab qolsangiz. Siz hozir bu matematikani to'g'ri tushuntiryapsiz. Bu mayli uni uyda bordan sanab olardi.
to'rttasidan ikkitasi olib keladi. Aka. O'sha to'xtab qolsa-chi? Eng zo'r savol siz berdingiz. Eng zo'r savol siz berdingiz. Men ham xuddi shuni aytdim. Olib kelmasangiz mendan keyingilar dedi. Agar unga sen tushuntiradigan bo'lsang dedi, u olib kelmaydi dedi, o'zi ham kelmaydi dedi. Men nima aytdim? Tushuntira oldimmi? Sababi sizda ishonchingiz aka. Stolchikda yaxshi o'tiribsizmi hozir? Nimaga? Uni 4 ta tuyog'i bor. O'shaning shunday 3 ta bo'lganda og'ib o'tirardingiz bobo tarafga. 2 ta bo'lganda ikki oyoqni shunday o'tirardingiz. Bitta bo'lsa qiyin. Aslida tushuntirsangiz aka, nima foyda olib keladi to'rtta odam? O'zingizga yozib qo'yasiz o'sha to'rtta. Aka. Menga umuman kerak emas. U siz uchun. Agar siz shakllansangiz, yaxshi yashasangiz, umringiz o'zgarsa, bir kun baribir meni eslaysiz. Men to'layotganim yo'q, prosta sababchi bo'lyapman bu narsaga. Nimaga stolchik masalasini tushuntirdim? Men 4 ta ishonch dairangiz bo'lsin shu yerda deyapman. Bu ishlamadi deb aytdim-ku sizga. Bu ko'p ishlab ketdi dedim. Bu vaqtim yo'q, pulim yo'q deb aytdi dedim. Bu lekin menga o'rgatdi. Men aytayapman, u ikkita bilan ham bo'lishi mumkin aka. Nimaga 4 ta deyapman? 4 ta bo'lsa 4 ta bo'lsa, mana shunday bo'ladi. Siz yoshmisiz? Qarimisiz? Ayolmisiz? Erkak, o'qigan, o'qimagan, boy, kambag'al, men bilmayman. Kasalsoq, lekin hammada o'xshaydi. Menda o'xshadimi? Qolganlarda o'xshadimi? Qoraqalpoqda shunaqa kasalliklar, kambag'allar bor. Ular ishonmasdi, lekin pulda kelib berdi menga. Meni erim prokuraturada ishlaydi dedi. Agar shundan bo'lsa dedi, yo'q qo'raman dedi. Ber dedim pulni dedim. U 50 ming dollarga chiqdi. Er ishlamasa ekan ish qayda? 50 ming dollarga chiqdi. 50 ming dollar. Hozir ham eslayman. Eslaysizmi? Assalomu alaykum. Ha, eslayman deydi. Vrach bo'lgan, ginekolog. 35 yil davlat ishida ishlagan. Lekin yo'q hech narsa. Nimaga biz oylikdan oylikka yashab o'sha tizimda ishlaymiz? U sizni boyqmaydi. Tak, shu siz bilan meni 100% planimiz. O'xshamay qolishi mumkinmi? O'xshamay qolishi mumkin. Deqqanam ha, deqqanam aytadi-yu, yaxshi bo'lib ketsa, shu alam aytadi. Askiyachi. Chuqur raq surdik-da deydi. Yomon bo'lib qolsa baxat neto keldi deydi. Keling, shu 100% planimiz edi siz bilan meni. Shuni 75% o'xshamadi. Akam aytganda 25% o'xshadi. Razmisiz aka? Shunga razmisiz? Razmisiz shunga? Yo'q. Qarang, unaqa bo'lsa, men oyda kvartalga qo'yaman. Opa, 3 oyda shu bahordan kuni 4 taga aytsa bo'ladimi? 4 taga aytsa bo'ladimi? Bo'ladi. Uni saqavom aytadi. Opa, deydi. Mashina sen birdek olib kelaman deydi. Soat 1da bir bola kelib tushuntiradi, yuring deydi. Saqovchilar aytadi endi u. Sizni shu yerga o'tiradi, men kelamanda sizga tushuntiraman. Buni saqavom qiladi Farruh aka. Biz oilada 3 kishi a'zo bo'ldik. Malades. O'sha narsani men qilamagan ekanman. Bitta xotin bilan o'zim tushgan ekanman. Agar oilada yomonmi 3 kishi 100 ming dollardan olsa, yaxshi-ku. Endi bu yoqqa o'xshamaydi. Apa, mana sizga texnika. Mana shu inson bu dunyoda abadiy emas. Da, hamma mehmon. Lekin bir narsa. Hayotingizning 25 yili bo'ysunib yashaydigan davrga kiradi. Ota-ona, bog'cha, maktab, kollej, institutga ketadi. 65 ta siz pensiyaga chiqasiz. Lekin hayotda qilinadigan amaliy ishlar bor, bobom aytsin. Ota-onangni hoji qilish, boringga otangga bitta mashina sovg'a qilish, o'g'limni sunnat qilish, uni kamolga yetirish, uyli joyli qilish, qizni o'qitib uzatish. Shu qizim mendan shunga bitta uy bilan bir mashina sovg'a qilay, men ketayotganda qo'rqmasdan ketay. Deydigan avvalo o'zingizda bo'lsa shu narsa. To'g'rimi? O'rtacha oylik daromad qancha? 25 yil 65, mayli 300 dollar pensiya oling. Lekin mana shu 40 yil qayerga ketdi? 40 yil qayerga ketdi? Pensiyaga?
Stajga ketdi, staj. O'rtacha oylik daromad qancha? 200 dollar. Razmisizlar? Bo'pti, maqsadingiz aniq. Hayotda shu narsani qilib ketsangiz o'zingizdan o'zingiz rozisiz. Lekin oylik topib kelaman 7 millionni. Shunda stolingizga qo'yaman. Xotin keldingman. Tak, magazinda qarzlar qancha bo'ldi? Kvartplata, komandirovchniy, bog'cha, maktab, ishib yeyish, kommunal to'lamlar 700 ming so'm pul qoladi. Qolgan 7 million qayerda deyman xotinga. Nima boshlanadi? Keyingi oyga umid boshlanadi oylikka. To'g'rimi? Ikki million olib keldingiz. Lekin undan ortib biz niyat qilib yig'ayotgan sandiqqa necha pul tushadi? Boya orzu maqsadlar bor edi-ku. Hozir zalda qo'lingizni ko'taring, atangizni haj qilganlar dedim. Bir inson ham ko'tarmadi. Nimaga? U mana shu tizimning orqasidan. Yetmaydi. Kim o'ylab topganini aytaymi? Bobom bilsa kerak bu narsani. Buni SSR o'ylab topgan. SSR o'ylab topgan buni. Kim meni yomon ko'rsam, buni aytishim majburman. Lekin Xudoga shukrki, mana Shavkat Miromonovich, hozirgi prezidentimiz, oliy bosh qo'mondon juda yaxshi narsa o'rgatdi. Plastikni necha foiz almashtiradingiz oldin? 10%. Oylik tushmadi, pensiyam tushsin. Hozir unaqa demadi u. Bitta sistemani olib kelib tiqdi. O'sha sistema hammani harakatga keltirdi. O'zing qarmang o'shaysan. O'zing topib oldin uyqushloq edi. Nimaga mana shu sistema ishlardi? Birinchi o'rinda bu sistemada nima bo'ladi aytaymi? Odamlar nima uchun yuguradi? Hayotda birinchi o'rinda nima turadi? Sog'liq. Pul sog'liq. Sog'liq turadi. Hozir bir taksi bilan gaplashdim. U taksist gemoroy, grija, dablini, saqir bitib bo'lgan, lekin taksistni to'xtatmayapti. Sog'liq birinchi o'rinda turar ekan. Nimaga u taksistni to'xtatmayapti? Hozir aytdim, qora qozon normal qaynamasa, uyda baraka bo'lmaydi. Pul birinchi o'rinda turadi. Agar mening pulim bo'lganda, men ham kasal bo'lmasdim. Ikkinchi o'rinda shu pul tapasida sog'liq uchun yo'q atasiz. Baribir to'laysiz. Yo'q, unaqa emas deganlar ham shu ishni qiladi. Endi eshiting. Ikkita grafik bor. Bu bilan yetishib bo'lmaydi. 200 dollar bilan. Tushuntir oldimmi endi? Qo'shimcha narsangiz bo'lishi kerak. Haqiqatan shu narsa bo'lish kerak. Ikkita grafik bor. Mana shunday grafik. 35 yosh, 45 yosh, 55 yosh, 65 yosh. 35 yoshdan men yoshman, energiyaga boyman, lubo ishni qila olaman. To'g'rimi? Yoshsiz-ku. Keling, men birovning uyida kunlik ishlayman, kuniga menga 25 dollar to'laydi. Nima ishlatadi lekin uyda? Sizda magazin bor. Siz oylikda daromadga ishlaysiz. Agar men shu uyga bormasam, menga pul beradimi? Yo'q. Magazinda ochmasangiz sizga pul keladimi? Ishga bormasangiz oylik to'laydimi? Yo'q. Bo'lmasam 35 yoshsiz, bola-chaqa ro'zg'or qilish kerak-da, ko'proq harakat qilasiz. Energiya, pul kelishni boshlaydi. To'g'ri-ku? Yaxshimiz-ku, tezroq qilmasak ko'p pul topamizmi? To'g'ri. Lekin 35 yoshdagi g'ayratingiz, energiyangiz 45 da bo'ladimi? U tabiat qonuni. Vaqt tez o'tadi. Qarang, energiya pasaygan sari pul ham pasayadi. 55 da 55 da xotin adden yetadigan vaqt. 65 da mana shu joyda bo'lasiz. Endi ikkinchi grafikni ko'rsataman sizga. Mana shunaqa grafik bor. Boshida siz ko'proq harakat qilasiz. Lekin ozgina daromad topasiz. Tushuntira oldim? Nima qilishni bilmay yuraverasiz boshida. Unga aytib ko'rasiz, "Cho'ti menga o'xshamayapti." Nimaga? Sizda eshitish yo'q sababi. Eshitish bir odamni. O'sha natijaga chiqqan odam biladi, qayerda chuqur bor, qayerda baland bor, qayerda suyuq bor, qayerda qarang, harakat azoyapti, lekin nima ko'payapti? Keyin menga o'xshab zerikkanda Toshkentga kelib, zerikkanda Toshkentga kelib, shu insonlarga tushuntirib berish imkoniyati bo'ladi. Men ishlasam ham
ishlamasam ham opa oyiga 15 keladi. O'xshaydi, qo'rqmang, lekin shunday qiling siz. Bizda oldinga 40 yillik bilim bor-da sizda kallada. Yosh bola tushundirsa. Tushuntira oldimmi? Mana shu grafik. Mana shunga ishlaydi. Mana shu grafik, mana shunga ishlaydi. Rizqchi Allohdan deganicha. Sizga Alloh berdi rizq, hammaga beradi degani emas bu. Bu bola o'rtaga chiqib aytaveradi, Xudoyim xohlasa bo'ladi, xohlamasa qayerdan bo'ladi deganim aka. Bu yerga keldingizmi? Xudoyimning xohlagani, xohlamaganda siz shu yerga kelamasdingiz. Sizlarga ozgina bir narsa bergan bo'lsam, ongingizni o'zgartira olgan bo'lsam, juda ham yaxshi. Nima savol bor? Ketma-ketlik bo'ladi. Sizni qancha to'rtada o'ziga bola jalb qilishga, ketma-ketlik adash ketganda qanaqa ketmaysiz, qanaqa Ha, shu narsa. Saddasda deydi. Qo'rqmang. Men bugun sizga 3% ma'lumot berdim. Eshiting. Siz biznes boshlagan kuni qolgan 97% ni berishni boshlaydi. Hech kimning hech narsasi o'zgarmaydi. Bu erkin biznes. Qayerda o'sish bo'ladi? Harom niyat bo'lmasa odamlarda, o'g'irlik, podnoshka berish, boshqasi bo'lmasa, men ko'rmadim shu kompaniyada shunaqani. Halol ishlashni boshlasa, birov uchun birov qayg'ursa, kuyinsa, halol ishlasa, unda u yerda o'sish bo'ladi. Halollik ekanlar deb. Ozgina bir narsa beralgan bo'lsam, ulashalgan bo'lsam, juda ham xursandman. Aqib turgan bir daryo, Farruh aka, "Mayli u, o'ta qoladi" degan bilan sizga uriladi-da, keyin qolgan bilan ketadi shu. Xudoyim imkoniyat beradi. Uni siz qadrlamasangiz, uni oladi. Tushuntira oldim? Imkoniyat berganda ushlash kerak. Ushlash kerak uni. Juda ham xursandman. Ko'p narsa aytaversam, ana plishka to'lib qoladi-da. Miya oshqozon emas, to'ydim demaydi u. Eshitib o'tiraveradi. Tushuntira oldim? Ozgina bir narsa bergan bo'lsam juda ham xursandman. Bir narsani aytaman. Men ham edim sizday, siz ham bo'lasiz menday. Menga bergan Xudo sizga ham beradi. Shu yerga keldingizmi? Birinchi qadamingiz u. Qilin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.